21 oktyabr 2025 yili Qodirxon. To'g'ri yo'l serialining 10 mavsumining 22 qismi Mening yurtim kanalida soat 8:10 efirga uzatiladi. Har bir qism tomoshabinlarni o'z qahramonlari va ularning taqdirlariga guvoh qilish bilan hayajonda ushlab turadi. Ushbu qismda esa yanada ko'proq dramatizm va kutilmagan burilishlar bo'ladi. Bu esa tomoshabinlarni befarq qoldirmaydi. Aktyorlarning ijrosi alohida e'tiborni tortadi. Ularning o'yini yanada chuqur va ifodali bo'lgan. Ssenariy mualliflari personajlarning nozik psixologiyasi va murakkab axloqiy tanlovlari bilan hayratga solishda davom etmoqda. Syujet dinamik rivojlanadi, har bir voqea esa ma'noli, dialoglar esa tabiiy va jonli. Operatorlik va sahna ishlari tomoshabinni serial muhitiga to'liq singdiradi. Qodirxon. To'g'ri yo'l bu shunchaki dramatik hikoya emas, balki insoniy his-tuyg'ular va munosabatlar olamiga kichik sayohatdir. Har kim o'ziga yaqin narsani topadi. 22 qism mavsumning eng esda qolarli qismlaridan biri bo'lishi kutilmoqda va har bir detal qayta-qayta tomosha qilishni xohlashga majbur qiladi.